Ta'lim maskanlarida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan huquqbuzarliklar va yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar tashkil etish, bolalarga yo'l harakati qoidalari, xavfsiz harakatlanish, qoidalarga amal qilmaslikning salbiy oqibatlari haqida ma'lumotlar berish bilan bir qatorda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarning ham muhokamasi bo'lib o'tadi. Termiz shahrida joylashgan 13-maktabda o'tkazilgan davra suhbatida maktabning 10-11 sinf o'quvchilari jalb etildi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimi tomonidan avval yig'ilganlarga yo'llarda o'quvchilarning qoidalarga amal qilmasligi yoki qoidalarni bilmasdan harakatlanishlari, natijada sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqida ma'lumot berilib, so'ngra maxsus video lavha namoyish etildi. Avtohalokatlar sodir bo'lishini kuzatdik va bunda o'zimizga yarasha xulosa chiqardik. Bu bilan nima demoqchiman? Voyaga yetmagan shaxslarni transport vosita haydashi bu qonunga zid va o'zlari uchun va boshqalar uchun xavf tug'dirishadi. Chunki birovlarning, ya'ni ayniqsa yosh bolalarning hayotini xavf ostiga qo'yish bu eng katta xatolardan biri va achinarli holatlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, voyaga yetmagan shaxslar va piyodalarning yo'lda harakatlanishlari juda ham yaxshi holatda emas deb ayta olaman, chunki ular yo'lni noto'g'ri ravishda kesib o'tishadi. Ayniqsa zebra chiziqlari bo'lmagan holatlarda bizga hozirgi mashg'ulotda biz bu haqida to'liq tushunchaga ega bo'ldik. Qanday xavfsiz harakatlanishni o'rgatishdi. Piyoda yurishni bilmayapmiz. Katta yo'ldan qanday o'tishni bilmayapmiz. Tadbir davomida o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan taklif va savollari bilan faol bo'lishdi. Ularga piyoda, velosipedda va yo'lovchi sifatida yo'llarda xavfsiz harakatlanish talablari o'rgatildi. Yetarlicha malakaga ega bo'lmay avtoulov boshqarmaslik, bu harakatlarning ayanchli va huquqiy oqibatlari tushuntirildi. Yakunida targ'ibot materiallari tarqatilib, yo'llarda o'zlaridan kichik sinf o'quvchilariga hamrohlik qilishlari, yo'llarni kesib o'tishda xavfsizlik choralarini o'rgatishlari tushuntirildi.